Xitoy hukumatı Uyg'ur sarxillarını ikiyüzlümchilik bilan jazolayotgan bir paytda ziyolilarning faqat vazifa ustidagilar bilanla cheklanmaydiganligi, hatto pensiyaga chiqib bo'lganimi xeyli uzun yil bo'lgan peshqadam professor ziyolilarning o'xshash taqdirga uchrayotganligi ma'lum bo'lmoqda. Qashqar Pedagogika institutining, ya'ni hozirgi Qashqar universitetining tarix professori, tarix fakultetining mudiri bo'lgandan keyin pensiyaga chiqqan Abdukerim Palto apandi 2018-yili 9-oyda tutib ketilgan va hozirgacha xabari bo'lmagan. Abdukerim Palto Sharq Turkiston tarixi va dunyo tarixi, Xitoy tarixi darslarini bergan. Uning tutilishiga bir qancha yil ilgari Turkiyaga kelib qizini yo'qlab ketganligi bahona bo'lgan. 76 yoshdagi Abdukerim Palto tutilib ketish oldida o'tishi yerilib jigarni qoplaganligi sababli cho'ng operatsiya qilinib, jiddiy qutqizilgan. Tan salomatligi texi asliga kelmay turibla lagerga qamalgan. Az kundan keyin lagerda qattiq og'rib qolganligi sababli qaytadan doktorxonaga yetkazilganligi, soqchilarning Abdukerim apandining oilasiga uning og'ir kasal bilan Urumchidagi doktorxonaga opirdiganligi va barliq davolash chiqimini oilasining ko'tarish shartligini uqtirgan. Abdukerim Paltoning lagerga qamalganligi haqida ma'lumot beruvchilarning bildirishicha, uning oilasi bu yil yanvarda lagerdan kasal sababli doktorxonada bir mezgil davolanganligidan xabar topgan bo'lsa-mu, ammo uningdan keyin nega ib ketilganligi va hozirgi salomatlik ahvolidan xabarsiz ekan. Bulardan boshqa pensiyaga chiqqan peshqadam professor, Uyg'ur kishi ismlar qomusi, Arab tilini muallimsiz o'rganish qatorliq kitoblarning tuzguvchisi, Qashqar Universiteti ilmiy jurnalining sobiq bosh muharriri, ismshunos mutallif Sidiq Qoyirning tutqunda ekanligi dalillangan. Bu to'g'risida Sharq Turkiston informatsion markazining raisi Abdujalil Qarqash bayonot e'lon qilib, Xitoy kommunistlarining Sharq Turkistondagi ziyolilarni lagerlarga solab yoki o'ltirib bo'lgandan keyin hamda peshqadam professor ziyolilarni tutishga boshlab yo'q qilishga o'tganligini, bu masala qarta butun dunyoning diqqatini og'dirishni umid qilganligini bildirdi. Yettinchi navbatli xalqaro o'lim jazosiga qarshi turish qurultiyi Belgiya poytaxti Brusseldagi Yevropa parlamentida o'tkazilgan bo'lib, dunyodagi 150 dan ortiq har soat tashkilotlar qatnashgan. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Aysa va qurultayning Yevropa parlamentidagi vakili Rayin apandilar taklif bo'yicha qatnashgan. Xalqaro o'lim jazosiga qarshi turish qurultiyi Xitoyga o'xshash diktator davlatlarni o'lim jazosini bekor qilishga bo'libmi siyosiy sababdan tutilganlarga o'lim jazosi berishni amaldan qoldirishga qistashni asosiy maqsad qilgan ekan. Dunyo Uyg'ur qurultayining rahbarlari bu qurultayda Uyg'urlar masalasi, bo'libmi jazo lageri masalasini, Uyg'ur masalalarining o'limga mahkum qilinish hodislarini o'tirg'i qo'ydi. Bu orqali Sharq Turkiston vaziyati yana bir qatam jonliq holda tunishtirilib, Xitoyga bo'lgan besimni kuchaytirishni talab qilgan. Dünya Uyghur Qurultayining Yevropa parlamentidagi vakili Rayin apandining bildirishicha, jazo lagerlari masalasi va jazo lagerida ijro qilinayotgan o'lim jazosiga oid faktlar yig'in ahlining kuchli diqqatini tortgan. Yig'inda Muhammad Salih Damullam, Abdulhamid Damullam qatorliq jazo lagerida hayotidan ayrilgan Uyg'urlar masalalarimi tilga ilingan hamda Xitoyning Uyg'urlarni oshkora va yoshirin o'ltirish qilmishlari, Xitoyning ichki o'lkalariga yo'tkab g'oyib qilish jinoyatlari fosh qilingan. Hozir dunyo bo'yicha o'lim jazosini amaldan qoldirgan davlatlarning soni 114 bo'lib, buning ichida 106 davlat har qanday shakldagi o'lim jazosini birdek amaldan qoldirgan. 8 davlat faqatla jinoiy ishlar doirasida o'lim jazosini saqlab qolgan. Xitoy bo'lsa o'lim jazosini hamda sohaga tatbiq qiladigan, o'lim jazolarini oshkora va yoshirin ijro qiladigan eng cho'ng davlatlar bo'lib qolmay, dunyoda siyosiy tutqunlarni o'limga mahkum qiladigan birdan-bir davlat hisoblanadi ekan. (27 fevral Konya Ibn Sina texnik to'liq o'tiri maktabida Şehit oila dernegining uyushtirishi bilan 50 tak şehit oilasini jam qilib, Sharq Turkistondagi zulmni anglatdi. Shuni bilan bir vaqtda o'tir maktabdagi barliq o'quvchilarmi bu yig'ilishga qatnashdi. Taklif bilan qatnashgan Uyg'urlarning guvohlik so'zlarini anglab, ko'z yish qilishdi va duo tilovat o'tkazdi. (27 fevral Misr Qohiradagi eng chong Ramses poyezd vokzalida xatarlik portlash voqeasi yuz berib,
28 kishi qazo qilib, 50 dan ortiq kishi yaralangan. Portlash vaqasining kelib chiqish sababi bo'lsa, Ramses vokzaliga kirish sur'atining eshib ketganligidan bu qisi supuga so'qilib, maybaki portlab o't opiti yuz berib, vagonlarga tutishib ketgan. Misr soqchilarining tekshirib aniqlashicha, vaqa sodir qilgan poyezd shofirining xizmat o'rnidan ayrilib, yana bir shofir bilan to'qinish bo'lgan ahvol ostida shofir ayrilgan poyezdning sur'ati tuyuqsiz eshib, supuga so'qilgan. Misr qatnash ministri Arafat mazkur vaqa sababli istifa bergan hamda bosh ministr Mustafa Madoboli istifoni qabul qilgan.